Mana ko'kalar navbatdagi pechkamizni chelakka Obid akani uylariga qo'ydik. Obid akaga hozir yoqib berish jarayoni. Hozir yonishadi. Bu alova. Pechkani o'rnatilishi. Gidita 20-25 kvadrat xona. Hozir orqa tarafini ham ko'rsatamiz. Orqasi ham mana gidita 6 metrlik xonaga orqa tarafi o'rnatildi. Xonani o'rtasidan tushdi. Ikkita teshikcha qo'yib qo'ydik. Mana orqa ko'rinishi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Yoqmagan joylari bo'lsa, kamchiliklari bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Qo'rqmanglar, kommentariyaga hech narsa demaymiz. Hamma zo'r deb yozyapti, hech kim yomon deb yozmaydi. Yomon tarafini ham yozib turinglar, ko'kalar.